Qayerdan topaman shunaqa variantlarni? Vobshe zo'riga kelib qoldi. Akalar, lokatsiya Qoraqamish 201 botda Alo restorani. Ko'pchilik bilsa kerak, menimcha katta quruq, ro'parasi 4 etajli domni, 4-etajda 4 xonali kvartira chiqyapti akalar. Narxi vobshe rosa kasım arzon narxda. Oldi taraf ham avtoparkovочный joylardan umuman muammo bo'lmaydi. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman va video davomida narxi bilan aytib o'taman. Asosiy pod'ezd eshigidan kiradigan bo'lsak, shunaqa hol xonalar ketma-ket joylashgan. Umumiy hisobda 4 xonali bo'lyapti. Birinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Remontlari yangi remontda, Euro remont ko'ryapsizlarmi? Shunday ko'chaga qaraysizlar. Alo restoran ro'parasi Qoraqamish 201 quruq joylashgan bo'lyapti akalar. Xo'p, ikkinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi va bu yerda bitta kattalarimiz uchun spalni xonamizni ko'rishimiz mumkin. E'tibor beringlar, har bitta xonamizda ko'chaga qaragan oynalar bor va oxirgi katta zal mehmonxonamiz joylashgan bo'ladi. Razmerlari yaxshigina katta holatda. Bu yerda alohida sanuzullarni ko'radigan bo'lsak, akkuratniy xonadon, bu yerda katta joy ham qoldirilgan. Kuxnyamizni o'tadigan bo'lsak, polностью komplekt holatda bu yerga chiroyli qilib oilaviy ovqatlanish uchun joylarni qilib qo'yishibdi. Kvartiramizni bemalol pastda egalar nomerini qoldiramiz. Bor yo'g'i $85,000 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Akalar, bu lokatsiya uchun menimcha juda ham nerealniy arzon narx bo'lyapti. Sababi 1 kvadrati $1000 dan ham tushmayapti sizlarga. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.